Ha, Musoxon aka. Tutildimi? Gap yo'q. Kattami? Ana sizga. 1,5 kilo bora? 1 kilo bor. 1 kilo shu qo'q sutdi. Mana. Gap yo'q. Biz katta barabar baliq ko'ldamiz. Xo'p. 30-oktyabr sanasida biz buni baliq tutdi. Qani. Biz sadogimiz yo'q. Xo'p. Akamga yordamlashib turay. Ehtiyot bo'lin. Ana. Oo. Bildingizmi? Qani. Dahshat. Zo'r. Endi yerga qo'yamiz. Hop, bu narsa tasodifiy holatlarda olinibdi. Sirasi tutilishi bilan og'izga ham rosa zo'r ilinibdi deb o'zim, ha. Juda katta baliq. Endi biz do'stimizni baliq ko'lidamiz. Biz mazza qilish uchun kelganmiz. Bu yerga tutib yeyish, hali u bir pasur bu holatlar ham bo'ladi. Hozircha dikkillatib, tutib, mazza qilib Nos. Bu gapmi? hali yo'q, nos kayfida kayf deydi-ku. Qo'shig'i singari. Loxurani o'ziga chiqar ekan-a? Yo'q, bu loxurani Kaliforniyada bu. Kaliforniya. Xo'p, men ham o'tkazishlarni o'zim bir ko'rib olay. Undan oldin video syomkaga ololmadim, lekin menda ham chiquvdi. Meniki где-то 700 bor-a? Ikkita o'tkazsiz. Men bitani bunaqa yonchilatib o'tkazib tashladim. Ana. Qimillashga kelaverar ekan-da. Ha, bunda kattaroq keladi. Shuni sana bu totdim dedim-ku. Shunga yedding. Baliq keladi. Maydalar qochib turadi-da. Bitta tashlashingiz o'zi mana obunachilarga ko'rsatamiz. Hop. Qani. Baqa. Bu qalmog'ingizni to'g'rilab oldingizmi? Sal qanchadan ishlatilmaganiga? Qani. Biz ham professional emasmiz. Ketdi. Ana qayga tushdi. Gap yo'q. Endi buni tortishini kutamiz. Ket. Qani? Shep, men bunaqa narsalarga yo'qman, ammo siz ancha ustak. Hop, jilkani ushlab olasiz. Ha, men jilka. O'n dargini chiqarib olasiz. Qaysini? Uning temirini baq qaratib olinadi-da. Yo'q, ochdim. Ha, ochib oling-da. Ochdim. Ochilmadi-ku hali. Ochiq. Ochiq emas, uni teva qaratib olinadi temirni. Temirni. Mana uni. Ha, shuni teva qarab jilkani ushla. Jilkani ushla. Shuni o'tutganda jilkani quyib yuborasan. Bo'l. Bismillahirrohmanirrohim. Elin. Agillar. Jilkani quyib yuboriladi-da. Ko'rdim. Ha, quyib yubordi. Ha, bo'pti. Obunachilar o'rganamiz. Men birinchi marotaba. Bo'ldi.
Bu anını hep görüyorsunuz bak. Professional balıkçılar bizi ko'zimizdan ko'rishmaslik. Yo'q, nima kulishadi bu? Hech kim o'rganib narsa qilmagan. Ular hech kim o'rganib to'g'rimagan. To'g'ri. Siz to'g'ri gapirsiz. Bu narsani hozir Musoxon akadan ham so'radim. Siz qanaqa qilib ahvolsiz desam, ukam bu narsani o'rganguncha necha yil vaqtim ketgandir, u sakrayapti. Bu yerda baliq liq. Asosan sochish uchun boqiladi bu yerga. Shuning uchun do'stimizni oldiga masala. Rosa dam olib keldik. Kuzatishda davom etamiz. Tutilib qolsa ko'rsatamiz. Xullas, rosa video bo'ldi. Bu o'zi ikkinchi marotaba menikini amallab chiqarildi, lekin u katta tokka ilindi. Ana ko'rtgan bo'lsa-na mana topibdilar. Ishtima qilmaydi endi. Nari qarmoq ishlatasiz. Qarmoqqa muammo bo'lmasa Siki ehtiyot bo'ling. Qoldi. Yani tushadi. Tushishi ham mumkin ekan, ana. Obunachilar sizlarga ana ko'rsataman. Lifehack. Xullas, menikidan o'tishni o'rgatayotgandilar, mana uni. Shuni o'tdi, birinchisi ilindi. Amallab uni tortib oldik, uni video qila olmadik. Ikkinchisini hozir baliq ushlanganda tortayotganda bittasi qochib ketdi-yu. Lekin mana ilindi. Mayr nasib ekan. Yana kattadan tutdingiz-ku? Ya bu kichkina. Nargidan kichikroqmi? Mana qalmoq ilinib qolmasin. Mana, adillo. Ana. Yo'q, ha? Yo, buni Musoxon aka. Oltin baloz gapiradi. Ha, o'zgan gapiribdi. Meni qo'yib yubordi-da. Ama telegini javob kelib turaman dedi. Biz hop bo'pti dedi. Qo'yib yuboramiz endi. Просто dam olish uchun obunachilar. O'ziga normal ilinib chiqiring. Shunaqa gaplar. Uchinchi baliq tutildi. Yana hamma yozayotgan bo'lsa ham kerak. Tutganingni bilan bari yemasa kaslik yo'q, buni hali oxiri emas. Просто tutib kayf qolaylik. Faqat otdi-da. O'rayın sekin. Ana. Kattaroq qo'shdi. Bizniki mana turibdi. O'zicha jim. Katta ekan. Bunu alışık. Ha. Kaymış kelinette. Aslında. Ha. Durma. Zaryadimiz albatta past qoldi.
Qani. Tak ko'tarolmabdi. Katta ekanmi? Oo. Katta ekan, sindirib ham bo'lar ekan. Ancha katta ekan. Ancha katta ekan. Ana, dam olish shunaqa. Yechamiz, qo'yib yuboramiz. Mana, Oltin baliq. tila-tilagingni. Tila endi og'zini ochitdi. Ketdi. Xullas, obunachilar buni gashti boshqacha ekan. To'g'risi gap, zaryadimiz uchib qoladigan uchun kakra zaryadga qo'yganman. Ikkita o'zi ham musoxonaga tutmagandan tutdim. Katta, Muso aka. Juda ham haligi nima desa bo'ladi. Bor bitta 2 kiloliklar bor. 2 kilo bittasini tutdim, bittasi 2,5 kilo bor. Musoxonaga 1 kilo oshiq tutgan bo'lsalar, zo'rg'a totib oldi. Chunki bu narsani totishi o'zi ham bo'lmas ekan. Hozir men sizlarga mana tashab qo'yilgan. Bu turibdi. Tortishga chiqadi. Buni gashti haqiqatdan boshqacha ekan. Baliq tutib yurgan, mana shunaqa narsaga qiziqadigan insonlar kommentariyaga o'z fikringni yozinglar. Lekin boshqacha ekan. Maza qilib dam olar ekan. Musoxonaga ko'p aytadilar, "Voy, dik tortganda hamma maza kayfi" derdilar. Haqiqatdan o'sha joyda so'ragan. Ana sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, ko'l juda ham katta. Ko'l bu yerda mana u tomonda ham bor, bu tomonda ham bor va u ag'da ham bor. Bu tevada ham bor. Polna bu tomonlar ko'l. Bu yer nima deydi? Ayni o'tini ana o'zidan so'rasanchi. Qo'qonga chegara joy. Qo'qonga chegara joy. Bu yerda 13-hudud deydi, bu nimadir deydi. Adashmasam. Hali shuni kutyapmiz. Totchi. İyi. Düştü mü? Katta ekan. Ana obunachilar, ana. Öyleyse. Yo'q, kichikroq ekan. Boya tutganlari bilan kichkina ekan. Peki. Vay. Olha, aşinası ki. Ana. Çıkarayım. Chiqarisham bir mahorat ekan. Chiqdi. Şuradan çık. Ha, endi bu kichik ekan, bir kilocha bor. 1 kilocha bor. 1 kilocha bor. Lekin haqiqatdan boyaginisini video qila olmadik. Kattasini shu dek. Boyaga aytgan gap qo'yib yuboramiz.
Ketdim. Endi tayyorlaymiz. Yana tashlaymiz. Endi yo'liga tushib oldim. Chunki hamma narsani o'rganib to'g'rilanmagan. O'rganib olgandan keyin mana loxira yaxshi ekan bu so'xniki. Bu Kaliforniyada. Kaliforniyaga keladimi? Endi bizlarni do'stimiz ko'rayotgan bo'lsalar shukrulloh. Mana shu kelamiz ekan u-da. Qani endi o'tinchi ancha o'tishni ham o'rgatib qo'ydim-ku. O'tishni ham o'rgatib qo'ydim. Ha, menikini ham to'p tutdi. Ya. Endi to'pdan endi O'ting. Mana yasama zo'r ekan. Bo'ldi. Xo'p. Bu so'xon aka sizniki totibdimi? Totdi, to'xtab qoldi. To'xtab qoldim. Kuzatib turaylik. Ha? Oldimi? Ha, oldi. Tut. Mana. Hoşlan. Ana. Kattasimiki? Biz ko'rinsa bilamiz. Katta ishki. Kattaga o'xshatdi. Tottishidan ha. Yaxshigina totibdi. Oo, 3 kilolik bormi deyman mana. Yo'q. Bunaqa emasmi qani? Yo'q, katta. Katta. 3 kilolikka o'xshamaydi-yu. Katta bor. Bor. Ana. Qani. Ha, seki chiqarib olib bitta havo yutgandan keyin totish kerak ekan-a. Bo'lmasa 10 barobar o'g'ri bo'lar ekan, sindirib ham o'rishi mumkin ekan. Menga bu so'xona aytdilar, kim tushunadiganlar aytinglar. Oo. Katta, o'ta katta. Akam. O ichiga yutibdi. Ha, uni bundoq qalta chiqarib o'rgatdi. Qo'y mana. O'zini qiling, taqollab olmabdi. Ha, yaxshi o'tdi. Yaxshi, tashlaganimizdan biri hech parod qilmadi, ha? Ben bundoq qildi. Turib O ichiga yutib olibdi-da. Yamlamay yutgan ekanda, ha? Chiqdi. Biznikiga emas kelib qoladi. Mana. Hozir qani, loyam bo'lib ketdi. Zo'r. Bizniki mana bu ichida. Hozir tortayotgan joyini ham videoga olishga harakat qilaman. Ha akam, tashlang. Ket. Nega tushdi? Eng qizig'i bu yerda internet ishlamasa ekan-ku. Shunisi yaxshi ekan-da. Mazza qil dam oladi. Ha? Ha, efir qilishga
Yaxshi bo'lardi-yu, ama 100 yil ishlar ekan, uzmon bal umuman ishlamas ekan. Umuman ishlamaydi. Hmm. Ishlasi zo'r ekan. Mana qildim. Dam olgani yaxshi joy ekan. Ammo biz efir qilsa yaxshi bo'lardi, ko'pchilik kirib o'rgatib turishadi, nima qilish kerak, nima yo'q. Baliq tutadigan insonlar. Bizga ham keldi. Mana. Cho'ta baliq keldi. Qimirlaganlar bo'ldi. Tortishni kuzatamiz. Sizlar bilan birga mana keldi o'sha baliq. Keldi. Shularni. O Musoxon aka. Ha, keling mana olib turing kameraga. Shularni mana. Bir kishi qiyin ekan mana sizlar. Kasal qilibdi o'zi. Mana na ura olibdi, mana nima qilib olibdi. Keling, kameraga oling. Shularni o'zi. Shularni topdi mana. Ha, mana uni yig'ishtirish kerak-da. Ya'ni Shularni. meni ham o'laydi tutgan, faqat o'zingiznikini olavermasdan. Ama endi sizni ko'p oldim, obunachilar ko'rishdi mana. Ana. Kichikroqmi deyman? Kichikroq bo'lyapti. O'rang uni. Kichkina ekan. Sekin. O'ra. Ha, shundoq o'ra. Ayet mana uni sinib qopti-da. Ha, boshqa olamiz. O'ra. Sekin kallasini chiqar baliqni. Sekin chiqariladi. Ha, pitilladida baliq. Ha, shundoq. Ha, shundoq sekin ko'tarasiz. Shundoq. Ko'taring sekin. Yo, yaxshigina. Yo, endi shundoq bo'ladi-da, sekin. Kichkina emas. Yo, kichkina emas ekan. Sho'xroq ekan. Mana shag'alroq qo'ysangiz. Yo, 30 tavasiga qo'ying. O, ana. Ha, sho'xroq. Qani obunachilar, Bismillahirrohmanirrohim. Bu ne bırakılıp? Çıkarış boş ki. Shundoq qaytarsangiz chiqadi. Haydi. Qo'rqma. Sal uzoq olaverasın YouTube'da. Muammo olib qolmasin. Ukam? Men shuni o'rganib olishim kerak ekan. Unga unda narsa olsa ham bo'ladi. Ko'sachkiga o'xshagan narsa bor chiqaradi o'zini. Yo'q. Ha, bu sima bor. Sizga o'sha o'ngroqda. Keling. Chiqaring. O'rganasizda. Keyin oldim. Yo'q, shuna. Mana bu yerda neti o'linib qoldi. Ha, shundoq suriladi qattiqroq. Suribdimi? Sen qimirlatib bitasizmi? Bizcha qiynalib. O'ta sho'x ekan. Bularsa kelib o'ta o'rgatib qo'yincha nima qilish kerak? Shuni ushlaysiz. Hop. Bitta deyishdingiz-ku. Ha, bitta ichiladi. Qana qildingiz? Ay, qildim-da. O'rgatib bo'lmaysizmi? Kech qoldingizmi? Ye. Ha, bo'pti, kuzatishda davom eting. Voy, aytaman-ku, o'rganib hech kim tug'ilmagan. O'rganamiz.
Musoxonaga yana qo'yib o'tdilar. Zo'rini tutuvdilar. Biz mana o'tirganmiz. Endi hammasini videoga ola olmayapmiz, lekin haqiqatan ko'p chiqyapti. Ha, tashladilar ekan. Mazza ekan lekin. Baliq tutishi o'ziga yarasha gashti bor ekan. Tashlab qo'yganmiz. Mana narsani ham yasama qilib yasab qo'yibdi. Shuni tiqib qo'yasiz, tamom. O'tirasiz. Obunachilar, to'g'risi gap, baliq tutishi juda ko'pchilik aytardi. Mazza qilib dam olasan deb. Dam olish uchun zo'r ekan, misol haligi ishlab, ishni qilib soqqani bosib deydi-ku, keyin manaqa paytda vaqt ajratib kelib dam olsa, haqiqatan mazza ekan. Keldi bizga mana. Keldi. Keldi aka. Keldimi? Ana. Yo, tortish to'xtab qoldi cho'ta. Ha, o'zimda o totdi-ku o'rgan. Totdi-ku ichiga kirib ketdi. Ha, o quyib o'rganda, tishlab totdi. Ha. Hayo. Ketmadi baliq, ashe turadi. Baliq turar ekan. Ana. Ha. Obunachilar shuni qilib ushlasam ana. Ana, endi men videoni olish kerak. Men o'ra olmayman-ku. Bildingizmi? Bo'ldi, ushlandi. Ketuvdimi? Ha. Ushlanib totdim-ku. Keling aka, mana, ko'ryapsizmi? Totdi. Hozir bir obunachilarga ko'rsatib qo'y. Tak, bismillahirrohmanirrohim. Bundoq qilib kattaroq o'xshaydi. Rosa katta o'xshaydi. Otishidan bilinar ekan, katta kichik. Yo'q, kichkina ham qattiq totdi-yu, mana yoqqa qo'ydim. Bay. Ana. Salapanga lashmasin. Ura. Mana singanligi uchun o'rash muammo bo'lishi. Boshqa olamiz dedim. Bitta amallab turar ekanman. Hoy. Yaxshi. Yaxshi ekan. Yaxshigina akam, o katta bu. Jilkadan oling, bering. O'ta katta ekan bu. Sindirishi aniq. Katta ekan. Boya aytdim-ku, obunachilar katta tutdim deb. O'sha kattani, xo'p, o'shancha boray, undan kattami? Ha, bor. Ha, qaranglar. Obunachilar. Qaranglar. Hashi zo'r. Kayfi boshqa ekan. Katta akam. Zavqi boshqa, kayf emas. Endi zavqda. Sekin. Ana. Ushlaymiz. Ichida nima? Kirasi ham bormi? Yo'q bu. Rosa semirib. Yo'qmi? Rosa semirgan ekan. Buni kechroq hozircha qo'yib yuborib turamiz. Kechki paytga xudo xolasa balag'ali setkada qilib tandirib pishirib beraman degan do'stim. Obedga boshqa taom qilamiz va keyin kechki paytga yeb, keyin yo'lga chiqamiz. Hozircha qo'yib yuborib turamiz. Ketdi.